Endi o'zingiz oldingizga maqsad birinchi jismoniy bo'lgandan keyin men ko'p o'zim shogirdlarimga ham, o'zim atrofimdagi insonlarga ham aytaman, bir dona maqsad qo'ying yetadi, jismoniy. Tasavvur qiling, siz o'tgan yili bir 10 kilometr yugurgansizda, bu yil o'zingizga maqsad qo'yishingiz mumkin. Men bu yil yarim marafon, ya'ni o'sha 21,3 kilometr masofani bosib o'taman. Tamom. Ora-orada 10 kilometr yugurishingiz ham mumkin, balkim katta marafon ham yugurib orishingiz mumkin. Umuman uni farqi yo'q. Lekin siz bu yil o'zingizga bir dona jismoniy maqsad qo'ying, tamom. Boshqa jismoniy maqsadlarni unuting. Yo'l-yo'lakay bo'lib ketaversin, lekin sizning asosiy fokusingiz mana shu aytaylik 21,3 kilometr, ya'ni yarim marafon masofani bosib o'tish bo'lsin. Tamom. Endi inson o'zini oldidagi majburiyatini ikkinchi qismi bu aqliy majburiyat. Aqliy majburiyat ichiga ruhiy majburiyat ham kirib ketadi, ya'ni o'zingizni aqlan o'stirish. Inson nafaqat jismonan sog'lom bo'lishi kerak, balkim aqlan ham teran fikrlaydigan odam bo'lishi kerak. Aqliy nimalarga, maqsadlarga siz har xil maqsadlar qo'yishingiz mumkin. Masalan, ulardan bittasi bu yili men 5 dona kitob o'qiyman xolos. Mana shu 5 ta kitobni tanlaysiz, ya'ni o'zingizga yoqqan do'stlardan, har xil joylardan tavsiya qilib, u diniy bo'lishi mumkin, dunyoviy bo'lishi mumkin, umuman farqi yo'q. Endi siz 50 ta kitob o'qib olishingiz ham mumkin. Lekin asosiy fokusingiz sizni mana shu 5 ta aytaylik kitob o'qiganingizda siz maqsadingizga erishdim deb hisoblaysiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta yo'nalishda siz bir donadan maqsad qo'ysangiz yetadi. 10 ta, 20 ta maqsad boya aytganimdek erisha olmaysiz. Chunki vaqt kam, bizda aytaylik informatsiya tiqilib yotibdi, siz chalg'ituvchi omillar juda ham ko'p. O'shanga har bitta yo'nalishda bir donadan maqsad qo'ysangiz yetadi. Va o'zingiz oldingizdagi uchinchi majburiyat bu moliyaviy majburiyat deyman. To'g'ri, aqlan yaxshi teran fikrlaydigan odam bo'lishingiz mumkin, sog'lom odam bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ham aytaylik moliyaviy tomonini yaxshi qilib qo'ymaydigan bo'lsangiz, ancha qiyinchiliklarga duch kelasiz. O'shaning uchun aytaman, moliyaviy maqsad qo'yayotgan paytda ham boyagi noreallikka qarab ketib qolmaslik kerak. Masalan, o'tgan yili oylik daromadingiz bilmayman $500 bo'lgan bo'lsa, endi men bu nimadan 2025-yildan oyiga $10,000 topaman deyish o'z-o'zidan noreallikka yaqin. Topishingiz mumkin, lekin noreallikka yaqin. Boshqacha qilib aytganda, juda nechidir barabar katta siz o'zingizga maqsad qo'yib yuborasiz. Lekin buni siz aytishingiz mumkin, o'tgan aytaylik oylik daromadim menda 500 bo'lgan, bu safar shuni 2 barobarga oshirmoqchiman yoki 3 barobarga oshirmoqchiman, o'sha 1,5 ming qilmoqchiman. Bu aynan reallikka yaqin maqsadlar. Nimaga bu yaxshi? Birinchidan, unga erishish ancha osonroq, juda ham uzoq emas va juda ham uzoq bo'lmagan maqsad yaqinroq bo'lgandan keyin bu sizni stressga tushirmaydi, ortiqcha stresslarga tushirmaydi. Va boyaginda aytganimdek, aniq 3-4 ta yo'nalish bo'lgandan keyin siz 360 gradusda hamma narsani balans qilib ketishingiz kerak. O'ta bir narsaga mukkasidan kirib ketib qolib, boshqa narsa esdan chiqib ketib qolishi mumkin. Endi xulosa qilamiz, o'zimiz oldimizdagi 3 ta majburiyatni. Birinchisi bu jismoniy majburiyatimiz, ya'ni qanaqadir bitta o'zingizga maqsad qo'yib oling, bir dona. Ikkinchisi bu aqliy majburiyat. Aqliy majburiyat ichida ham siz o'zingizga bitta maqsad qo'yib olasiz, tamom. Va uchinchisi moliyaviy majburiyat. Moliyaviy majburiyat endi holatingizga qarab belgilanadi. Oilalimisiz, studentmisiz yoki endi talabalikdan oilali bo'lmoqchi bo'lgan insonmisiz, farqi yo'q. Mana shunga qarab bir dona maqsad qo'yib oling bo'ldi. Va o'sha narsani yozish ham oson.